Shu ishni oxirigacha bajarsam, juda katta pul olaman. Qancha? 2 milliard. Rostdan. Voy, zo'r-u. Nega oldinroq aytmadingiz? Men bugun mashinamni sotdim. Nega sotasiz? Bizani mashinanimi? Endi nima qilamiz mashinasiz? Vaqtinchalik. Shu ishni tugatishim uchun. Xotirona. Keyinchalik bundan ham zo'rini olamiz. Bu mashinani qanaqa qiynalib olgansiz? Arendalarni qancha to'lagansiz? Nima qilardingiz sotib? Menga ishon. Bu biz uchun imkoniyat. Shu ishni tugatib oling, bundan ham zo'rini olamiz, xo'p? Endi uyni ham sotamiz. Nima? Nima dedingiz? Qayerda yashaymiz? Vaqtinchalik xotiramaga. Hali shunaqa hashamatli qasr uylar quramiz, mazza qilib yashaymiz, xo'p? Bundan ham zo'rlarini olamiz. Katta xonali, chiroyli. Mazza qilib yashaymiz. Bilmadim, Jamshid aka. Mashinani sotdingiz, uyni ham sotsangiz, rostdan qaytadimi pullarimiz ishqilib? Qaytadi. Xotirama. Bu oxirgi bosqich. Men hammasini hal qaytaraman. 2 barobar qilib qaytaraman, ko'rasan. Sizga ishonaman. Faqat buningiz aldab ketmasa bo'ldi. Aloqatda. Mana shu uy, aka. Yomonmas. Pul zaril juda ham, akajon. Yaqinda remont qilgan ekansizlar. Remontlar yangi. Eshiklar ham yaxshi. O'zim uchun qilganman. Internetdagi narxingizni ozgina o'tib bersangiz, baraka qorarmidik. Bo'ldi aka, muammo emas, faqat naqd bersiz. Qancha qilib berasiz? 600 million aka. 600 million. Pul zaril aka, shuning uchun sotyapman. Bo'ldi, menga ma'qul. Bugun hal qilib bera olasizmi? Bugunmi? Bo'ldi, agar hujjatlar tayyor bo'lsa, shundan notariusga o'tib rasmiylashtirib olsak, joyida pulingizni berib olamiz. Bo'ldi aka, gap yo'q. Faqat bilet iltimos. Bir oycha yashab turaman. Yo'q demasiz. Mayli, kelishdik. Xo'p, Bir soatda ko'rishamiz bo'lmasa. Hujjatlarni olib o'taman. Xo'p. Hali shunaqa boyib ketaman. Bundan ham zo'r uylar olaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Shu pullarni hammasini mash plastikka o'tkazib bering. Hammasinimi? Hozir. Pullarni tayyorladim. Hozir hammasini o'tkazsam, shu oxirgisimi? Mana bo'ldi, o'tkazib yubordik. Qo'l qo'yish kerak emasmi? Yo'q, shart emas. Rahmat. Sizni shunday qat'iyatli ekanligingizni bilardik. Bu yakuniy bosqich va so'nggi shart. Uni bajarganingizdan so'ng jarayon to'liq yakunlanadi. Sizga umumiy hisobda 2 milliard so'mgacha mukofot ajratiladi. 500 million pulni o'tkazishga tayyorman.